Asakada Qashqar MFA Ziyolilar ko'chasidan sizlarga naq 8 soatli 7 xonali xonadon topib qo'ydim. Ko'ringlar, hozir ichlarini ko'ramiz. Uylarda ichlari juda ham chiroyli, aylanasiga solingan va orqasida 50 ta molga mo'ljallangan molxonalari bor. Ko'ringlar, mahalla polniy asfalt holatida. Bu uyni ko'rishdan oldin yer yuztab yurgan yaqinlarga like bosib yuborib qo'yinglar. Xudo xohlasa bu uyni sotib olsa, siz ham biz ham xursand bo'lamiz. Ko'ringlar, juda ham yaxshi holatda. Eshiklarining taglarida ariqlar o'tgan. Ko'ringlar, bu tomondan kirsanglar ham bo'ladi, bu tomondan kirsanglar ham bo'ladi. 5-mahalla. Darvozaxonamizdan kirganimizda bu chap qo'lda o'zini mehmonxonasi bor va bu tomonda 6 ta xonasi va bu yerda bir xona. Hozir ichlarini ko'ramiz. Xonadonimiz mehmonxonasini tagi podvaldan iborat va qolgan aylanasiga uylarda tagi ham podval qilingan. Kelib bemalol ichlarini o'zingizlar egalari bilan ko'rishinglar mumkin. Xudo xohlasa juda ham zo'r pishig'ishda qurilgan xonadonimiz. Bu tomonda o'zining kichkina darchasi bor, doimiy qatnov qismiga. Ko'ringlar, polniy akfadan qilingan pol pishig'ishlarda. Xonadonimizni ko'rib turibsizlar, hech qanday pul sarflaydigan joy yo'q. Kelasizda ko'chib yashaydigan holatda juda ham yaxshi. O'ziga kerakli bo'lgan ixchamgina огород qismi va darvozaxonasi. Hozir molxonalarini ko'ramiz. Molxonasini ko'rgani ketdik. Uyimizning orqa tomonida shunaqa o'zining molxonasi bor. Agar chorva bilan shug'ullanadigan insonlar bo'lsa, oldi tomonda yashab, orqa tomonda mana bemalol mollarini boqish mumkin. Bu yerda tashqi hojatxonasi bor. Uylarning ichida ham o'zining hojatxonalari bor. Xonadonimizning darvozaxonasi, xonalarini o'zingizlar kelib, ko'zdan kechirib, egalari bilan bemalol gaplashib sotib olishinglar mumkin. Xonadonlarimiz ayrim xonalari parovoy atapleniya bo'lgan. Bu joylarda suv svetlardan muammo yo'q. Ko'rishinglar mumkin. Mana ayvonida o'zining xonalari bor, ro'parida hammom sanuzillari bor va bu tomonda yana qo'shimcha uylari bor. Ikkita oila kelib bemalol bu yerda yashasa bo'ladi. Ko'rib turgan faizli xonadonimizning asosiy qismiga keldik, ya'ni bu narxiga keladigan bo'lsa, egalari tomonidan 125 ming AQSh dollari deyilyapti. Ozgina o'tib beradigan joy bor. Pastda nomerlarini qoldirdim. O'zingizlar kelib ko'rib baraka qilishinglar mumkin. Hammanglarga omad, sog' bo'linglar.